Xitoy hukumati 2009 yil yuz bergan 5 yo'l Urumchi qirg'inchiligida bir tarafdan Uyg'urlarni qonliq bostirsa, yana bir tarafdan qirg'inchilikqa Uyg'urlar keltirib chiqargan etnik to'qinishdek tus berishga kirishgan. Lekin qirg'inchilikning 3-kuni, ya'ni 7 iyul kuni Urumchining Otbagi maydonida o'ltirishlik Uyg'ur oilalaridagi ayollar va bolalarning eri, dadisi yoki erkak qarindoshlarining oqibatini surishtirib ilib olgan namoyishi dunyoni zilzilaga silib, xalqaroning bu qirg'inchilikning mohiyatiga bo'lgan tonishida zo'r burilish paydo qilgan. Shu namoyishda ko'kmakili qiz va Tursunguldek jasur ayollar o'tirg'i chiqib, dunyoning diqqatini qo'zg'agan. Shu namoyishda yana xalqaro taratqulardan keng o'rin olib, Urumchi qirg'inchiligidagi simvollik rasmlarning biriga aylangan, qo'lida bola ko'tarib olgan bir ayolning rasmi bo'lib qolgan. Biz 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligining shohidlaridan Hebibullah izchini ziyorat qilish jarayonida bola ko'targan ayol Tursun yozgan va uning oqibatiga doir uchurlarga ega bo'ldik. Tövəndə diqqətinizlə 5-yo'l Urumchi qirg'inchiligi haqidagi suhbatimizning 3-qismida bo'lsin. Bu ayol xotinning lopdi. Xotin bularniki to'rt balışlatı şu vaqt 5-ci balısını tutqan vaqti. 4-ci bu ayol tug'ib ekan. Tutqan vaqtning o'zida asli bular burun mayqulib bor. Mayqulib so'z bozorida ashyolik hozir hamda Jo'ngi doktorxona bo'lib ketdi. Jo'ngi doktorxona oxiridagi do'qmishda quruq yaliyimiz sotatdi. Xotini shu Xitoy tibobat doktorxonasining oq tarafdagi do'qmishda sotatdi. Eri andikina Mayqulubda Kashlik bozor bor. Mayqulub teatrining oq tarafda. Aşağıda andaki yana bir do'koni bor. Eri u yerda sotatdi. Mayqulub deganingiz zavi Xuanxo yo'li degan yo'lning ustidagi. Ha, shu Xuanxo yo'lidagi shu. Şunun bilan bu ayol 4-yillar tug'ib ekan. Bularningki o'rtog'i Nerede o'tiradi bular? Xonqoludagi Jo'ngi tibobat doktorxonasining oqida Abdum rayonlik Mavkaditinga qaraydigan texnik kompleksga qaraydigan 3 qavatli bir bino bor. Shuningda o'tiradi bular. O uyni ijaraga men berib bergan ularga. Dastlabda men o'zim o'tirib, oqidan andikin ijaraga men bergan. Uni udul qo'shnimizmi shu quruq yerimiz tijorat qilayotgan to'q. Bular bu Urumchiga chiqib oila bo'yicha tijorat qilayotganiga xeyli uzun yillar bo'lganmi yo texnik? Bo'lganlar, uzun bo'lgan odamlar. Udul qo'shnimizningki tavsiyasi bilan ashlarga uyni ijaraga men bergan. Men u yerda vaqt o'tirib turib, keyinlik ketgandan ijaraga men bergan. Bu 4-yillar, 3-yillar ketdi, yani 4-yillar kirgan kun tug'ib ekan. 5-yillardagi qalaymiqanchilik bo'lgan vaqtda bular do'kon ekan eri, bu ayol doktorxona ekan, Jo'ngi doktorxonaning tug'ut bilimida. Ya'ni bu yerda Jo'ngi doktorxonasi degani Abdunum rayonlik Jo'ngi doktorga bu Xuanxolodagi Jo'ngi doktorxonasi Xuanxolodagi. Shu uyning oldidagi doktorxona ya'ni. Shunol bu ayol o doktorxonadagi vaqtda yo'ldoshi do'kon ekan, to'qaliq shaharning qalaymiqanchilik boshlanib ketgandan bu do'konni taqib etib doktorxonasiga yenib ayolning qishqa doktorxonaga kirib ketgan. O yo'ldoshininki ismi nima edi? Yo'ldoshimi Lopluqmi? Xotin Lopluqqa, Ömerjon ismi. 6-yillar kuni shunol bu ayolning yo'ldoshi Ömerjon yana mavali qiz do'konni oldingi kun taqib etib kirib ketgandan qalaymiqanchilik bo'lib ketgandan do'konni bir narsa bo'ldim qarab baqol chiqmadi. Bular odatda yaymashgan mavu Jo'ngi doktorxona oq tarafdagi do'konni ishtirib koronaga ichiga kirib qo'yapti. Mayqulub tarafdagisi aşağıda qilib qoladi. Bular yo'gab qo'yadi uni botkadakcha, botka do'konni hisobda. Şu do'kon qarab baqil chiqqan vaqtda bu yo'ldoshi shu yerdan shu chiqayotgan paytda kirmabdi 6-yillar. Keyin ayolning o'zining aşağıda ko'rgan bilgan u atrofdagi Xitoydan tatbamiz tunaydi bu ayolni bular bolalarni. Ammo Mayqulubning yandagi oshxonadagilarning daftarishicha shu 6-yillar do'konni oldi tursa bu bola bir mashinada şu 8-10 minboncha kiyim kiygan Xitoylar kelib, jo'shda adaplam akatgan peti yo'q bu ayolning yo'ldoshi. O harbiy kiyim kiyganlar soqchimi, qurolliq soqchimi, Bengtuanning odamimi yo bexatarlikning hech kim bilmaydi. Bilmaydi. Lekin hamda mening farzim shu kunlarda bo'libmi shu 7-yillardan ta 9-yillargacha Xitoylar ko'chaga mindonlarning kiyimini kiyib chiqib jo'shda deb aketib yo'qolib ketgan odamlar jiq yana buni Uyg'urlar Urumchida shu vaqtda yashqonlar bildi. Shunda yo'qolib ketganlar baxchiq. Bu ayolning shu yo'ldishimi shunda yo'qolib ketganlardan birisi. Bu ayol hamda 6-yillar shu yo'ldish atiganda chiqib ketib kashkich kelmagandan keyin bu ayol Jo'ngi doktorxonasida yotgandan keyin bu ayol antirab 6-yillar kash doktorxonadan yana chiqibdi.
Balasını ilip. Balasını elep. Şunu bu ayal kalan 4 balasını egeshtirip nimi kepti Seymaçan'a. Seymaçan Beygi meydanı. Aş beygi meydanı kepti. Bu ayalın acısmı yap yolduşdan tutma bir nesbake mandigen de açamba dedi. Şunu olan Yani siz o ayal yüz liranı tonuşattınız değil mi? Ben 100 liranı tonuşattım. İkinci yardım kıldım o ayalga. Bu ayal uyağa kilip andiken o qaytib ketmay, uyağa kelib surishtirsa, u ayolning Ömercan yani yo'ldoshi uyağa mikanmiga. Bu ayol hamda shu surishtirdig'ini shu xotinliklar Atbeg maydonida jiq qollarmi shu atrofda ekan, shu yerga kelgan kechida bolalarni agashtirib. Şunu olandakin şu kelgan peti bu ayol 7-chi Atbeg maydonida qo'rshib olgandakin shu qo'rshovni ochib qopdi qara. Qilib shu namoyishga birga chiqqan vaqtga shu vaqtning o'zida soqchilar ashadagi jiq ayollarni ba'zilarini shu yerda bu ayol aşağı hadisini qishig'i berib 6-chi 7-chi aylık chet elning muxbirlari kelgan vaqtida ayollar namoyishga chiqdi. Shu vaqtida tang chiqqan yo'ldoshining davosini qilib. O 7-chi o Begmaydan chiqqan yoshlarni andikin sepdan oldidagi qizlarni, o'g'illarni asosan akatdi hamini shu kuni kechga cho'ng yoshlik ayollarni asosan bir qismini sal Xitoy ko'zga sig'maganni shu kunlarda shu 9-chi 10-chi tutqun qildi. Bir qismini akirib so'roq qilib 3 kun 4 kundan keyin qo'yib berib, andikin juti qaytiribdi. Juti qaytirayotgandan keyin juti akirib soladi ularni. O Tunsaqxonni qanday qildi? Tursun yazganı şu vaqtda Seymaçan'ın Atbeg meydanından aşağıdan aprep bu ayalını sorak qilib, şunu olandikin bu ayalniki yangi tuqqan quchoqli balası var, aqidi 5 balı var. Hesapta quldi ölen, aqidi ölen 5 bala bu ayalniki. Şunu bu ayalını andikin qo'yibdi. Kuni qo'yayotgan bilan, lekin andikin aqidan bu ayal ashqonqalodiki, yana Jo'ngi doktorxona aqidiga uyga qaytib ketdi. Ben o işlerini tekrar keyin uqdim. Şu arlıqdan bir iş kep o'tgan vaqtda andikin qonqulu cedav ben şu deymiz. Merkezleştirip tüzaş işxonasida bir işxona o'yadima. Xotin ikinci ko'chasi merkezleştirip tüzaş işxonasida. Oraylar saybaq qaraydi-ku demini? Saybaq qaraydi. Xotin birinchi ko'chasi, xotin ikinci ko'chasida. Şuna ulan bu yerda menga telefon qildi. Chunki uyni ijaraga berganda meninkini men bordi. Sizning ismingiz bor edi. Şunu olan andikin telefon qilib siz uyni sizlar ijaraga berib ekansizlar, uyning egisi kim kenishga bir narsani elib kelso'nda. Şunu olan o dolamda o shu xotin ikinci ko'chasidagi shu aholi komitetiga andikin mening yenimda yana bir bola bilan ishimiz bor berib, sam aholi komitetida men besim qilib ketdim. Bu ayolni uydan chiqarib etsa bu ayolni uydan chiqib biring degilim mening yuzim chedimidi gapdan chiqa andikin markazlashtirib tuzash ishxonasidagilar dedim andikin ayolning yo'ldoshi mushta desam men bu ishlarni bilmadim Xitoyning jo'shda qilib akatgini markazlashtirib tuzash ishxonasidagilar badi bu uchurni agar uyi Beygi maydonida bo'lgan bo'lsa bu ayolni shu zamatlar bu ayolni ketkazdi shu sabab bilan bu ayol 11-oygacha Urumchida aşağıda hesapda Çiğdi yani şu ahali komitetinin besimleri merkezleştirip tüzaş işxonasi deydi bu besimlerga. Ahırda andikin bu Abdumraylıqmış Jo'ngi doktorxonasi degan doktorxonaning aq tarafdagi 3 qoroni bu setib oldi andikin bu araliqda. Setib olib bular qurilish qilamiz deb shuninglar andikin shu 11-oyning ichiga deymiz taxminan uyni doktorxonadan o'tkazib olgandan keyin andikin bu ayol majbur ko'chishga majbur bo'lib qoldi u yerdan. Nega ko'chdi endi u yerdan? Shaharlik moliya idorasi qaraydigan yerlik bojmi, nima boj Jo'ngi doktorxonasining yandikin shu Do'qmushda aşağıda bir koni bino bor ekan to'xtashlab etilgan. Uning shu doktorxona setib chaqmaga vaqti Aşağıdan içindeki bir konu işxanaga aşağıya yüksaklıktan aşağıya kirip aşağıda tutdu. Andikin merkezleştirip tüzaş işxanasidagilarga dedim ben bu ayolni aprayap, mening yupuğum alisida bir to uyim bor, aşağıya yerleştirip qo'ysam bo'lamdi deb maslahat so'radim menda. So'rasam sen unda qilsang bo'lmaydi. Agar u yerga apirib qo'ymasang bu ayolni tavallikini kirdirmaydi deb. Bu ahvolda u ayolning bu shartlarni hozirlashi mumkinchiligi yo'q-ku. O ayolga onda kepillik birdiği adam yok. Hammadan qo'rqidi ha onun ustiga bu ayol yo'ldoshining nimasini qilayotgandiki. Oxiri andikin bu ayolni eng oxirgi ko'rishganda biz o'shalarga eng oxirgi qitim qachon ko'rishgandingiz? Eng oxirgi qitim 10-oyning ichida ko'rishganman.
2009 10. ayının içinde. Kırışkende hem de şu öyle azırak pul, göç bir narsani elip bir yo'qlab kelayli deb şöyle yangi tuqqan bo'lgandekinde bağa vaqtda şu aşağı turib o'tgan ballarni andekin beygi meydanda yana bir tuqqun baka ketkizib o'tkazilgan. Ballar ham aşağıda hozir men mayadni qatma beygi meydandaki öyge çıkarak aşağıda yetip qopatma hali tekşigül kirib qolsa şu qechib aşında qıvatma deb bu ayol aşında degan. Ahire bu ayolninki qanday bo'ldi endi? O 10. ay, 11. aylarga kelgan vaqtida şu binani şu nimeden tuluq chiqishga boshlagan vaqtda bu ayolni andikin merkezleştirip tüzeş işxanası andikin xotan 2. koçisi Ali komitetidagilar kelib bu ayolning yuk taqini besib bir kechda mang'uz etibdi xotanga. Keyin xotan ketgandan keyin andikin men telefon qildim. Telefon qilsam şu apisimiki bir ayol oldi elib Tursun yozgan işte çaqatib eket kempeti kelgandan keyin yo'q tehicha deb boshladi de. Ballarning ahvolini sordum. Andiki Ömercandan xabar bormi deb u vaqtda paranglashdik. Ömercandan xabar bormi deb Ömercandan hech qanday derik yo'q. Bu yo'ldoshini topolmay xotan ketkazayotgandan keyin bu ayolni shu akir ketgan peti bu ayolning hech qanday derikini ololmadi deb. Axir qatim chet elga mangadigan bir telefon baqayalik nomerga deb shu telefon ko'rsam o telefon qachon 2016 mi? 2016-yilda. Hürmetli radio anlıqçılar. Yuqorida 5. yıl Ürümçi qirg'inchiligining shohidlaridan hozir Shvetsariyada yashayotgan Ebebullah Izchapandi bilan ib bag'in suhbatimizni angladinglar. Bu programmani Erkin tayyorladi.